Mana qizlar, yana ertalabdan mana shunaqa bizda. Mana bu korporatsiyamizda kapsulasi, aloe kapsulasi. Endi вообще kam qoldi. Ko'ryapsizlarmi, mana shunaqa rangda bo'ladi. Kapsulamiz juda ham zo'r. Ichak faoliyatini yaxshilab beradi. Kukuruzli choy juda ham shirin choy. Buni hammangizga tavsiya qilib qolaman. Bu yosh tanlamaydi, kasal tanlamaydi. Bu ham zo'r chistka qilib beradi, shlaklaringizni yuvib beradi, shlaklaringizni chiqarib. Bizda uyda mana shunaqa chaynakda doim tayyorlangan bo'ladi. Farzandlarim ham, o'zim ham bir xil ichamiz. Bundan ham iloji bo'lsa ko'p olib tashlaysizlar. Men bunaqadan 10 ta upakovka olib qo'yganman oilam uchun. Bundan 6 tamidi? Esimdan chiqmagan bo'lsa 6 ta turibdi. Hozir bu bir где-то 4 ta ishlatdik-da. Juda ham zo'r qizlar, ichingizlar. Har bir narsani produksiyamizni nima qilayotganlaringizda bir insonga, yaqiningizga aytyapsizmi? Yaxshilab tushuntirishga harakat qilamiz. Nimalarni bu yaxshilab beradi, nima uchun kerak deganda, ba'zilar kerak bo'lsa, sahrli diabetni qiynalayotganlarga ham juda ham zo'r yordam beryapti ekan. Kim sahr 28 prям pikovый situatsiya bo'ladi-ku, o'sha vaqtda ham ichsa, shlaklarni yuvib tezlashtirib yaxshilab beradi. Ichak faoliyatini, jigar, kimda toshi bor o'tida, kimda buyragida toshi bor, organizmida tuzi ko'payib ketganlar bor, mana tizzasi og'riganlar bor. Mana bularni bemalol tavsiya qilasizlar. Juda ham zo'r. Buni o'qib chiqsalaringiz, mana shu nimalarga kirib, nima deydi, haqqani organizmga, nima deydi, juda ham kerakli mahsulot ekanda. Biz tayyor narsalarimizni o'zimiz bilmaymiz. Juda ham shirin, ichsalaringiz ta'mi shirin. Sal rangi men mutli bo'lib turib, chunki men bu yerga Greenleaf salfetkasi bilan romashka choy ham solganman. Hozirgi kunda ko'rib turibsizlar, hamma hozirgi vaqtda nima deydi, gripp bo'lyapti. Men farzandlarim ozgina yo'talib qoldi. Mana shuni qilib beraman, ichaveradi. Ichiga asal solaman men. Tabiiy asallardan solib ichsalaringiz juda ham zo'r. Hammalaringizga tavsiya qilib qolaman qizlar. Hurmatli partnyorlar, harakat qilib, uzvlar qoldirib, tovarlar, через tovarlar